Uf, choy. Namuncha ko'p choy ichadi bular. Sizlar choy ichib turguncha, men sizlarga oltariqchani zo'r qilib beraman, sinjonlar. Yaqinroq kelinglar. Eng qizig'ini o'tkazib yubormanglar. Hagime o'z gilamlarini ko'ryapsizlarmi? Hattoki ustiga chiqib zina qilib yurganimda ham ochilib ketmayapti. Sifatiga kafolat bor. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Hagime o'z gilamlari 10 yildan 100 yilgacha xizmat qiladi. Bu fakt, ovsinjonlar. Choy, muncha ko'p choy ichadi bular. Bu kim edi bu endi? Sizlar to'y boshladinglarmi? Albatta Hagime o'zga kelinglar. 500 xildan ortiq pardalarni aynan Hagime o'zdan topasiz. Parda, gilam, mebel. Hagime O'zbekiston bo'yicha xizmatda. Yuringlar, endi mebelni ko'rsataman. Sizlarga yotoqxona mebellarini obzor qilib beraman. Yotoqxona mebelini xarid qilsangiz 2 pachka ko'kidan olishdi. Olasizlarmi? Faqatgina bu haqiqiy emas. Ko'rsating mebellarni. Divanning ustiga chiqma, cho'kib qoladi. Ertaga mehmon kelsa qatga o'tirgizaman demaysizlar, ovsinjonlar. 10 ta jiyaningiz, 5 ta farzandingiz maza qilib sakrasa ham umuman cho'kmaydigan kreslo divanlar faqatgina Hagime o'zda. Agar ishonmasangiz, kelib xarid qilib sinab ko'ringlar. 15 ta bola sakrasa cho'kib qolsa, qaytarib olib kelaverasizlar. Hagime o'zda. Allah bolam, Allah yo, Allah. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. Zamonni qaranglar, ovsinjonlar. Biz yoshligimiz esinglardami? O ayamlar, dadamlar, momam, opamlar yerda ichida bodring terishganda, bizni ayam aytib beradi-da, atrofimga to'shakdan qamab, bodring tergan kirib ketishardi ekan. Qo'limga qattiq non berib qo'yib. Keyin o'sha qattiq nonni yeb, infeksiya tushib boshqa tomonga ichi o'tar bo'lib qolgan ekanman. Ashnisi ham aytib qo'yib. Shunaqa sharoitlarda katta bo'lganmiz-da, ovsinjonlar. Endi hozirgi zamonda qaranglar, bolalarga qanaqa mazza-ya. Shunaqangi manejlarda katta bo'lishadi. Inshaalloh har bir ota-onaga nasib qilsin shunaqa chiroyli sharoitlarda, chiroyli mebellarda farzandlarini katta qilish. Buning uchun albatta Hagime'ga kelinglar.